So'nggi yillarda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning huquqiy himoyasini kuchaytirish va davlat idoralari bilan munosabatlarni yaxshilash maqsadida ko'plab mamlakatlarda Biznes ombudsman instituti joriy etildi. Jumladan, prezident tashabbusi bilan 2017-yilda respublikada tadbirkorlarning huquqlarini samarali himoya qilish maqsadida Biznes ombudsman instituti ta'sis etildi. Mazkur institut faoliyati qabul qilingan maxsus qonun va bir qator boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solingan. Biznes ombudsmanning faoliyati qonun hujjatlari bilan tartibga solinishi uning yuqori maqomi va xalqaro standartlarga mos ravishda faoliyat yuritishidan dalolat beradi. Ushbu tashkilotning asosiy maqsadi xususiy sektor va davlat tuzilmalari o'rtasidagi munosabatlarda adolatni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 5-ochiq muloqotida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida Biznes ombudsman devoni tashabbusi bilan viloyatimizda ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil etildi. Navoiyda tadbirkorlarning huquqlari va biznes imkoniyatlari mavzusidagi tadbirda Biznes ombudsman institutining o'tgan yillar mobaynidagi faoliyati davomida amalga oshirilgan ishlari tahlil etildi. Qayd etilganidek, 8 yil mobaynida tadbirkorlarning qariyb 50 mingta murojaatlari ko'rib chiqilgan. Aniqlangan huquqbuzarliklari bo'yicha davlat organlariga nisbatan 14 mingdan ortiq huquqiy ta'sir choralari qo'llanilgan. Jumladan, sudlarga 800 dan ortiq da'vo arizalari, 1000 dan ortiq taqdimnomalar, 500 ga yaqin ogohnomalar, 11 mingdan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar ko'rib chiqilgan. Ushbu choralar natijasida 1300 dan ortiq mansabdor shaxslarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Shu bilan birga davlat organlarining 1300 dan ortiq qaror va hujjatlari bekor qilingan. 10 mingdan ortiq mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Tadbirkorlarga noqonuniy olib qo'yilgan 12,6 ming gektardan ortiq yer maydonlari qaytarilgan. Bizning fermer xo'jaligimiz 2016-yilda tashkil topgan 50 ta mol bosh soni bilan boshlab bir kishini ish bilan ta'minlagandik. Bugungi kunga kelib mol bosh sonimiz 500 dan oshib 4 kishini ish bilan ta'minlab turibmiz. 2019-yilda bizning yaylov xo'jaligimizdan bizning yerimiz bor edi. Noqonuniy tarzda tortib olinganda tashkilotlarga murojaat qildik, hech qanaqa ijobiy natija olmaganimizdan keyin shu biznes ombudsman tashkilotiga murojaat qilish, muammomizni eshitib, o'rganib chiqib, bizga yerimizni qaytarib olib berdilar. Tashkilotdan minnatdormiz. Bugun ishimiz juda ham yaxshi ketyapti. Hammasi joyida. Kelgusida bundan ham yaxshi natijalarga erishib, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilamiz. Hozir oyiga 600 kilo, 700 kilo go'sht yetishtiryapmiz. Xudo xolasa keyingi yillarga 2 tonna, 3 tonna go'sht yetishtirishga harakat qilamiz. Vakil devonining Navoiy viloyati shubasi tomonidan ham tadbirkorlik subyektlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, tadbirkorlardan 366 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning qariyb 60% qanoatlantirilgan. Bundan tashqari, tadbirkor virtual ofisi axborot portali orqali 399 ta murojaat kelib tushgan, 390 tasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish borasida 205 ta ta'sir chorasi qo'llanildi. Anjumanda shu haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Komissiya faoliyat yurityapti. Bugungi kunda soliq nizolarining sudgacha bo'lgan bosqichda u tomonlarda vakolatli idoralar bor komissiyada. U bevosita biznes ombudsman, soliq, adliya, savdo sanoat palatasi kabi tashkilotlar yig'ilgan. Bugungi kunda sudgacha aytayotganimizdek, sudda har xil jarayonlar bo'ladi. Endi advokat xizmatidan foydalanish bor. U sansalorliklarni oldini olish uchun shu komissiyamiz ham davlatimiz tashkil etilgan mexanizm bor. Shu bevosita bu jarayonlarda har bitta soliq nizosi bo'yicha ushbu komissiyaga murojaat qilsa, bunda ham biznes ombudsman ishtiroki ta'minlangan. O'sha komissiyaning qarori asosida ham demak soliq bilan bog'liq nizolar joyida o'zi sudgacha tartibga solinadi. Uzoq yillardan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Tadbirkorligimiz asosiy faoliyati qurilish va bizning tadbirkorlik faoliyatimiz nafaqat qurilish, balki bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari va boshqa bir qator yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda yurtimizda tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, hurmatli yurtboshimizning alohida e'tiborlari bu sohadagi ko'plab loyihalarni amalga oshirishga turtki bo'lyapti, lekin yana bitta narsa bor. O'sha tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashish yoki bosimlar ham bo'lib turibdi. Xuddi shunaqa vaziyatga o'zimiz ham tushganimizda bizga yelkadosh bo'lib bizani himoya qilgan biznes ombudsman, ya'ni o'sha tadbirkorlarni himoyachisi, ularning yuragi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'shalarni aralashuvi bilan bizning tadbirkorlik faoliyatimiz o'zini faoliyatini saqlab qoldi. O'sha bankrotlikdan hozirgi kunda ko'pchilik tadbirkorlarimiz biznes ombudsman haqida ma'lumotga ega.
lekin ko'pchiligi bilmaydi ham, lekin mana shuni hamma tadbirkorlar bilishini xohlardim, chunki mana yurtboshimiz ishongan tashkilot. Press-tur davomida Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Xususan, viloyatda asalarichilikni rivojlantirish, bu boradagi mavjud muammolar va ularning oldini olishga doir masalalar tahlil etildi. Qayd etilganidek, biznes ombudsman tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilishni, taqdimnoma, xulosa va ogohnomalar kiritish, mansabdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish kabi ta'sir choralarini qo'llash orqali amalga oshiradi. Ushbu vakolatlar nafaqat mahalliy tadbirkorlar, balki O'zbekistondagi xorijiy investorlar masalalarini hal etish uchun ham xizmat qiladi. Bundan tashqari, sud tartibida ham tadbirkorlarning muammolarini hal etish, ular manfaatida sudlarga davlat boji to'lamasdan ariza va da'vo arizalari kiritish vakolatiga ham ega ekanligi tushuntirildi. 2016-yildan beri fermer xo'jalikda faoliyat olib boramiz. Naslchilik yo'nalishi bo'yicha faoliyat olib boramiz. Yiliga 1000 dan ziyod naslni ona arli yetishtirib, asalarichilarga tarqatamiz. Asosan Karpat, Karnika, Azotli asalarilardan nasl olib ko'paytirib, asalarichilarning talabiga qarab yetishtirib beramiz. Bundan tashqari, yiliga 1000 ga yaqin asalari oilasi bor. 15 tonnaga yaqin asal yetishtirib, iste'molchilarga tarqatib beramiz. Biz 2020-yil Qiziltepada asalarichilik jihozlari ishlab chiqaradigan sex tashkil qildik. Shu doirasida ish rejasi bo'yicha qurilish davom etayotgan edi, lekin pandemiya sabab qurilishda uzilishlar bo'ldi. Soliq tashkilotlari tomonidan qurilishing yakunlanmagani uchun, muddatdan o'tgani uchun yuqori stavkadagi soliq jarimasi qo'yiladi bizga. Shu muammo bilan ancha soliq idoralariga murojaat qildik. Biznes ombudsman tashkilotidan muammomizni o'rganib, ijobiy hal qilib berildi. Bizdan olingan ortiqcha pullar soliq idorasi tomonidan qaytarib hisob raqamimizga tashab berildi. Bugungi seminarda biz o'zimizga kerakli foydali maslahatlarni oldik. Ayni vaqtda viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 42700 tani tashkil etadi. Ulardan 24900 tasi xo'jalik yurituvchi subyektlar, 1780 tasi yakka tartibdagi tadbirkorlardir. Jumladan 1000 dan ortiq asalarichilik yo'nalishida faoliyat yuritayotganlar ham bor. Tadbirda bu boradagi ilmiy izlanishlar, sohani rivojlantirishdagi amaliy ishlarga ham e'tibor qaratildi. Navoiy viloyatida bugungi kunda 1200 dan ortiq asalarichilik subyektlari faoliyat yurgizadi. Bular 1,5 ming tonnadan ortiq asal mahsuloti yetkazishadi hamda 60-70 ming atrofida asallar oilasi boqiladi Navoiy viloyatida. Asalarichilik sohasida imtiyozli kreditlar bor. Mavjud tug'ilib kelayotgan muammolar mana biznes ombudsman tashkilotlari bilan birgalikda yechib, bularning yordamida ba'zi bir yechim topmagan masalalarni yechyapmiz. Ushbu seminardan ko'zlangan maqsad o'sha asalarichilik oldida turgan muammolarni yechimiga qaratiladi. Albatta bu yerda bir qator masalalar qo'yilgan bo'lib, uni yechimini olimlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan tavsiyalar, takliflar ishlab chiqishdan iborat. Bu mavzularga birinchi navbatda o'sha naslchilik ishlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yilishi yoki o'sha paxta yerlarida turli xildagi kimyoviy dori vositalarini sepilishi natijasida asalarilarni oilaviy qirilib ketish holatlarini kasallanishi kuzatildi. Albatta ularni o'sha oldini olish va ularni yechimlari borasida o'sha tavsiyalar berildi. Undan tashqari o'sha soliq imtiyozlari, subsidiyalar berish masalalariga qaratilgan va o'sha naslchilik xo'jaliklarida yerlar ajratilishi borasidagi masalalar muhokama qilindi. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetining agronomiya kafedrasida bugungi kunda bir qator yo'nalishlarimiz mavjud bo'lib, shuni orasida mutaxassisliklar bo'yicha talabalarimiz tahsil oladi va asalarichilik assotsiatsiyasi bilan bizda hamkorlik shartnomalarimiz bor. O'sha yerda talabalarimiz o'zlarini nazariy olgan bilimlarini mustahkamlab borishadi. O'sha joylardagi mutaxassislarda ishtirokida bo'lganligi sababli ularni o'sha joylardagi asalarichilarga yetib borishi va o'sha muammolarni bartaraf bo'lishiga ham ijobiy natijasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Press-tur ishtirokchilari viloyatda faoliyat yuritayotgan yirik tadbirkorlik subyektlarining ish faoliyati bilan ham tanishdilar. Jumladan Turkiya davlati bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan tibbiy xizmat ko'rsatish muassasasida bo'lib, bu yerdagi xizmatlar, investorlar uchun yaratilgan sharoitlar, ish unumdorligi va kelgusi rejalar haqida ma'lumotga ega bo'ldilar. Qayd etish joiz, ushbu muassasa 2024-yilda ish boshlagan bo'lib, joriy yilda tibbiy xizmat ko'lami yanada kengaydi. Zamonaviy diagnostika tekshiruv uskunalari, malakali mutaxassislar jalb etilishi natijasida aholiga ko'rsatilayotgan xizmat sifati yanada oshdi. Turkish Med klinikası yaklaşık 3 ay, 4 ay önce açıldı.
Şu anda içeride gördüğünüz, aşağıda da size gezdirdiğim yerdeki cihazların çoğu Türkiye'den geldi. Bu Türkiye'den gelmesinde bize yardımcı olan vilayet hakimimiz, ondan sonra Sağlık Savaş Vezirimiz ve Özbekistan'daki devlet makamındaki erkanlardaki kişilere tekrar teşekkür ederiz. Bize bu yardımı sağladıkları için. Onkoloji şu anda kliniğimizde yani yaklaşık 10'a yakın branş var. Aktif olarak Türkiye'den her ay 1, 2, 3 doktor geliyor. Kardiyoloji, bu zamana kadar gelen doktorlarımız, kardiyoloji mütehassısımız geldi, çocuk pediatri mütehassısımız geldi, onkoloji mütehassısımız her ay düzenli olarak geliyor. Ayrıca onkoloji hastanesiyle bir anlaşmamız var. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Buraya ilk gelme sebeplerimizden biri bizim yani sağlık sektöründe iyi bir yere Nova'yı getirebilmek. Tabii ki onun için yani mesela ilk büyük bir hastane kurmaktansa ilk önce küçük etapta bir klinik, hastane kurup buranın hasta portföyünü görmek, ne gibi hastalıklar var, hangi branşlar gerekli, bunları önce bir yani fizibilite yapabilmek için böyle bir klinik gerekliydi. Önce bunu açtık. Tabii ilerisi için bunun daha büyükleri her zaman için isteğimiz. Ama zaman ne gösterir, nasıl olur onu zamanla göreceğiz. Press-tur ishtirokchilarining keyingi manzili Navoiy erkin iqtisodiy zonasi hududida faoliyat yuritib kelayotgan alyumin profillar ishlab chiqarish korxonasi bo'ldi. 2006-yilda tashkil etilgan mazkur korxonada yiliga xalqaro standartlarga javob beruvchi 50.000 tonna alyumin profillari ishlab chiqariladi. Mazkur mahsulotlar Rossiya, AQSh, Polsha, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Ukraina kabi davlatlarga eksport qilinadi. O'tgan yillar davomida jamiyat faoliyatida turli masalalar yuzasidan biznes ombudsmanga murojaat qilingan. Xususan, korxona faoliyatida bojxona nazorat tadbiri o'tkazilgan bo'lib, tekshiruv davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Biznes ombudsman tomonidan ko'rilgan sa'y-harakatlar natijasida tadbirkorning huquqlari tiklangan. Bundan tashqari, soliq va bojxona to'lovlari, bank, kredit masalalari yuzasidan korxonaga amaliy ko'mak berib kelinmoqda. Alyumin profil mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonamiz 2018-yil yanvardan boshlab Navoiy maxsus iqtisodiy zonasida faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda mazkur zavqning o'zida 1200 nafardan ortiq yoshlar doimiy ish bilan ta'minlangan. Ishlab chiqarish quvvatimiz 50.000 tonnani tashkil etadi. Yiliga eksport ko'rsatkichimiz o'rtacha 40 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bugungi kunda yurtimizda tadbirkorlarga yaratib berilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda ishlab chiqarish jarayonini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Biznes ombudsman bilan amalda hozirgi kunda bojxona mavzusi bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Qo'shimcha bojxona to'lov hisoblash masalasida Navoiy viloyat vakil devoniga murojaat qilganmiz. Ushbu masala bo'yicha hozirgi kunda vakil devoni tomonidan ushbu murojaatimiz o'rganib chiqilmoqda. Natijasi bo'yicha o'ylaymizki ijobiy javob olamiz. Karmana tumanida joylashgan mazkur issiqxona ham viloyatdagi yirik tadbirkorlik subyektiga qarashli bo'lib, ayni vaqtda tadbirkor nafaqat qishloq xo'jaligi yo'nalishida, balki boshqa xizmat turlarida ham ijobiy natijalarga erishib kelmoqda. Press-tur ishtirokchilari jarayonda bu borada batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Qishloq xo'jaligi sohasida korxona tomonidan Yevropa standartlari asosida zamonaviy issiqxona tashkil etilib, yetishtirilgan gullar va ularning urug'lari, meva-sabzavotlar va ularning nihollari ko'plab xorijiy mamlakatlarga eksport qilinmoqda. O'tgan vaqt mobaynida jamiyat faoliyatiga oid mavjud muammolar ham biznes ombudsman tomonidan ijobiy yechim topdi. Zarafshon Golden Group kompaniyasi 95-yildan beri faoliyat yuritadi. Katta bir korporatsiya deb aytsak ham bo'ladi. Faqatgina qishloq xo'jaligi yo'nalishi emas, balki qurilish klasteri, servis, xizmat ko'rsatish, ta'lim sohasida va boshqa yo'nalishlarda ham o'z faoliyatimizni olib boramiz. 2000 ga yaqin ishchi faoliyat yuritib boradi. Biz shu paytgacha mana biznes ombudsman bilan ishlab kelmoqdamiz. Biznes ombudsman asosan bizning faoliyatimizda soliq tomonidan bizdan undirilgan, inkasasiga qo'yilgan noqonuniy 347 million so'm mablag'ni qaytarib olib, o'sha o'z ish faoliyatimizni kengaytirishga, yangi loyihalar qilishga ishlatyapmiz. Ayni kunda yangi loyihalarimizdan bittasi bu Golubika bo'lib, Golubika hozir 3 gektar yer maydoniga yetishtiryapmiz. Xudo xolasa mana mart-aprel oylarida hosil olishni boshlaymiz. 300 gram, undan keyingi yillar 2-3 kilodan hosil olamiz. Yana bitta yangi loyihamizni aytishimiz mumkin. Ekopark. Hozirda Ekopark loyihasi ishga tushirish jarayonida turibdi. Bu masala bo'yicha hozir
biznes ombudsman bilan kelishadigan masalalarni hozir gaplashib oldik. Bu loyiha kelajakda o'z ichiga 700 nafar mehmonga xizmat qilib ko'rsatadi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devon xodimlari tomonidan 400 dan ortiq murojaatlar ko'rib chiqilgan. Ularning 63% ijobiy qanoatlantirilgan. Murojaatlar asosan qishloq xo'jaligi masalalarida, agrosubsidiya bilan berish bilan bog'liq masalalar, kredit ajratilishi, subsidiyalar ajratilishi, yer nizolari, tadbirkorlar faoliyati o'tkazilgan tekshiruvlar, asossiz aralashuvlar hamda ularga qo'llanilayotgan ta'sir choralari, xususan jarimalarni bekor qilish bilan bog'liq masalalar murojaatlarda aks etgan. Shu murojaatlarni ko'rib chiqish davomida biznes ombudsman xodimlari tomonidan xulosa, taqdimnoma, ogohlantirish, ma'muriy hujjatlar rasmiylashtirilmoqda hamda tegishli tadbirkorlarning huquqlarini tiklash bo'yicha sudlarga da'vo ariza kabi ta'sir choralar qo'llanib kelinmoqda. Biznes ombudsman mamlakatdagi biznes yuritish sharoitini tahlil qilish, amaliy takliflar ishlab chiqish va hukumatga taqdim etishga ham ko'maklashib kelmoqda. Jarayon davomida viloyatdagi tadbirkorlarning ana shunday imkoniyatlari o'rganilib, kelgusida ularga amaliy ko'mak ko'rsatishga doir zaruriy chora-tadbirlar belgilandi. Mamlakatimizda o'zi e'tibor beradigan bo'lsak, so'nggi 7-8 yil ichida juda ham keskin o'zgarishlar bo'ldi. Juda ham yaxshi ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Buni biz har bitta viloyatda iqtisodiy rivojlanishida, biznes muhitini rivojlanishida ko'rishimiz mumkin. Mana Navoiy misolida ham aytadigan bo'lsak, Navoiyda ham so'nggi yillarda juda ko'p yangi loyihalar ishga tushirildi. Ularni hammasi bir innovatsion loyihalar asosida, yangicha yondashuv asosida qilinayotganligi, kerak bo'lsa o'sha namuna qilib ko'rsatsa bo'ladigan loyihalarning ko'pligi hammamizni quvontiradi. Lekin har bitta jarayonda muammolar bo'lishi tabiiy. Qandaydir to'xtalishlar, kichik bir muammolar bo'lishi tabiiy. Aynan shuning uchun ham prezidentimiz tashabbuslari bilan biznes ombudsman tashkiloti tashkil etilgan. Uni maqsadi mana shunaqa qiyinchilik bo'lganda, to'xtalish bo'lgan jarayonda tadbirkorga yordam berib, uni loyihasini yurg'izib olish. Bugun mana press tur davomida tashrif buyurgan obyektlarimiz ham hammasi o'sha ishlab chiqarish jarayonida bo'lgan kichik katta muammolarda yonida turib, himoyachi bo'lib, ko'mak bergan va mana shu loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshishiga o'ziga yarasha hissa qo'shgan. Mana hozir tashrif buyurgan obyektimiz ham o'sha issiqxona deydigan bo'lsak, zamonaviy issiqxona yanada kengayib boryapti. Hozir mana ekopark loyihasini ular ishga tushirish va nafaqat oziq-ovqat sanoati, balki turizm rivojlanishiga ham o'zini hissasini qo'shish arafasida turishibdi. Biz bularga yelkama-yelka turib, yordam berishga, ko'makchi bo'lishga doim tayyormiz. Va press turdan maqsad ham mana shu qilinayotgan ishlarni, biznes muhitini yaxshilash borasidagi biznes ombudsmanning o'rni, uni tadbirkorlarga berayotgan ko'magini sodda tilda, amaliy misollar natijasida tadbirkorlarni o'zidan eshitish va jamoatchilik bilan yanada yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatishni o'zimizga maqsad qildik. Biz yaqinda xalqaro konferensiya o'tkazdik. Shunda tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiluvchi turli davlatlarning tajribalarini eshitdik va juda bir bizni quvontirgan shu bo'ldiki, hattoki o'sha biznes ombudsman instituti joriy qilingan ko'plab davlatlar ham O'zbekiston tajribasini misol qilib, namuna qilib ko'rsatishdi va qonuniy jihatdan berilgan imtiyozlar, vakolatlar tadbirkorlarning to'liq huquqlarini ta'minlash uchun hamma vakolatlar yetarli. Va bundan tashqari biznes ombudsman institutini tashkil qilmoqchi bo'lgan xorijiy davlatlar ham hozirgi kunda namuna sifatida biznes ombudsman aynan O'zbekiston tajribasini ko'rayotganliklarini aytishgani bizni juda quvontirdi. Endi o'ylaymanki, biz buni amaliyotda yana ham o'sha ijrosini ta'minlashimiz kerak va tadbirkorlarimizni ham yurtimizda yaratilgan tadbirkorlarni himoya qilish mana shu mexanizmlarini sodda tilda tushuntirib, yana ham ularning huquqiy savodxonligini oshirib borsak, tadbirkorligini yanada rivojlantirishga hissa qo'shgan bo'lamiz. Har bitta huquqiy mexanizm, har bitta qonunning ortida bu har bitta inson hayoti turibdi. Inson taqdiri, turmush tarzimizni yaxshilash, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, xalqimizga qo'shimcha ish o'rinlarini yaratib, hududlarni rivojlanishga hissa qo'shishdan iborat. Albatta, mazkur institut tadbirkorlar manfaatini himoya qilish, davlat organlari faoliyatida shaffoflikni ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda ahamiyatli rol o'ynaydi. Bu o'z navbatida mamlakatni iqtisodiy salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega.